Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun men Feruza Bilag'on bolajon ko'rsatuvi orqali sizlar bilan ko'rishib turibman. Bugun men sizlarga quyosh haqida ma'lumot beraman. Quyosh erta tongda yer sirtining bir tomonidan chiqib, kun bo'yi osmonda harakat qiladi. Kechga borib u yer sirtining yana bir tomonidan o'tadi. Go'yoki yer shari bir joyda turadi-yu, yer atrofida aylanadi. Aslida yer quyoshga nisbatan bir joyda turadi. Yer quyosh atrofida aylanadi. Quyosh turlari yog'du sochib turgan yulduzlardan biridir. Yulduzlar qanday holatda bo'lsa, quyosh ham shunday holatda bo'ladi. Yulduzlar bizdan olisda bo'lib, ularning nuri bizga yetib kelish uchun minglab yillar vaqt ketadi. Quyoshning nuri 8 minutda yetib keladi. Quyosh harorati juda ham yuqoridir. Mana, quyosh haqidagi ma'lumotimizga ham ega bo'ldingiz. Yana dasturlarimizni kuzatib boring, yana yangi ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha xayr, sog' salomat bo'ling.